Başqalarning ustidan hukm qilib yurmanglar. Bo'lmasa, sizlarmi Xudoning hukmiga uchraysizlar. Chunki sizlar boshqalar ustidan qandoq o'lcham bilan hukm qilsanglar, Xudomu sizlarning ustinglardan shundoq o'lcham bilan hukm chiqirdi. Sizlar boshqalarga qandoq o'lcham bilan o'lchab bersanglar, Xudomu sizlarga shundoq o'lcham bilan o'lchab beradi. Nemi uchun birodaringning har kepigidek kichik savalligini ko'rib, o'zingdagi limdek cho'ng gunohni ko'maysan. O'zingda shuncha cho'ng gunoh turuqliq birodaringga ko'zingdagi har kepigini elivitay deganing qandoq gap? Ey soxtipes, avval o'zingning ko'zidagi limni elivat. Buning bilan aniq ko'rib, birodaringning ko'zidagi har kepigini elivitalaysan. İştqa muqaddas narsini bermanglar. Yoki to'ng'izning oldiga unchi marvoyatlarni tashlab qo'ymanglar. Chunki ish kayniga burilib, sizlarni talaydi. To'ng'iz unchi marvoyatlarni oyoq ostida dasab, yonchiydi. Duo qilib tilanglar. Xudo tilaginglarni berdi. Izdanglar, topsizlar. İşini qilinglar, yechiladi. Chunki tilaganlar erishidi. İzdiganlar topidi. İshni qaqqanlarga eshik ochiladi. Agar o'g'linglar non talab qilsa, sizlar uningga tosh beratdinglarmi? Beliq talab qilsa, yilon beratdinglarmi? Gunohkor bo'lgan sizlar farzandlaringlarga yaxshi narsani berishni bilgan yerda, arishdiki otanglar tilaganlarga yaxshi narsalarni texmo iltifot qilmasmi? Boshqalarning o'zinglarga qandoq muomala qilishni kutsanglar, sizlarmi ularga shundoq muomala qilinglar. Tavrot qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlari mana shu. Tor darvozadan kiringlar. Chunki kishini halokatga elib boradigan darvoza keng, yo'l oson bo'lib, bu darvozadan kirdiganlar ko'p. Biroq hayotlikqa elib boradigan darvoza tor, yo'l tez bo'lib, uni izlab topalaydiganlarmi oz. Oldinglarga qo'y terisiga o'rnilib kelgan kishi yirtqich, chilbirdak soxta payg'ambarlardan hoşyar bo'linglar. Sizlar ularni mevelaridan tunib olalaysizlar. Tikandin üzüm, qamg'oqdan anjir olg'ili bo'lmaydi. Yaxshi daraxt yaxshi meva beradi. Yomon daraxt yomon meva beradi. Yaxshi daraxt yomon meva bermaydi. Yomon daraxt yaxshi meva bermaydi. Yaxshi meva bermaydigan har bir daraxt kesilib, o'tqa tashiladi. Shuningdek, soxta payg'ambarlarni ularning mevalaridan tonib olalaysizlar. Meni Rabbim deganlarning hammasilar arishning podshohligiga kiramaydi. Faqat arishdagi Xudo otamning irodasini ado qilganlar kiralaydi. Qiyomat kunida nurg'un kishilar menga Rabbim, biz sening noming bilan Xudoning vahiyisini yetkizdik va sening noming bilan jilloni qo'g'lidik. Nurg'un mo'jizalarni ko'rsatdik, deydi. Holbuki u chaqda men ularga sizlarni azaldan tonimayman. Ko'zimdan yo'qlinglar, ey yomonlik qilguvchilar, deyman. Demak, bu so'zlarimni anglab amal qilganlar imoratni qo'ram tosh ustiga solgan aqlli kishilarga o'xshaydi. Bo'ron so'qib, yomg'ir urib, kalkin kelgan taqdirdimi, u imorat o'rilmaydi. Chunki uning uli qo'ram toshning ustiga selingan. Biroq so'zlarimni anglab turib, amal qilmaydiganlar imoratni qumning ustiga qurgan ahmoqlarga o'xshaydi. Undaq imorat
Bo'ron, yomg'ir va kalkunning hujumiga uchraganda o'rilib ketadi. O'rilgandimi, intoyin fojialik o'rildi. Hazreti Ayso bu so'zini oyoqlashtirgandan keyin xaloyiq uning ta'limlariga hayron qolishdi. Chunki Hazreti Aysoning ta'limlari nopuzliq edi. Tavrat ustozinikiga o'xshamaydi.